PlayStation'da o'ynaydigan VIP xatnamizning afzalliklari bola chalg'iydi, o'yin ichiga kirib ketgan paytda bizani ishimiz 1-2 daqiqa bo'ladi. O'sha paytda maqsadimiz chalg'igan paytda o'sha xatnasini o'tkazib olish. Oddiy lidokainni biz oldin sprey shaklida sepamiz. Uni reaksiya bermasligini aniqlagandan keyin, ya'ni reaksiyasi bo'lmagandan keyin biz unga mahalliy bulbulchasini yoniga, teri ostiga jo'natamiz. Shunda 5-6 daqiqadan keyin bola hech narsani sezmaydi va biz xatnani muvaffaqiyatli o'tkazishimizga imkoniyat bo'ladi. Mana chalg'itib turguncha ustoz inyeksiyani qildi, ukol почти sezmadi. Eng muhim joyi shu, mana shu ukol kirib olgan. Undan keyin muzlagandan keyin bu o'ynab yotib turadi, sezmaydi xatnasini. Nima deyish mumkin? Zapis ketyaptimi? Bolaga inyeksiya qilib qo'ydik. 5-6 daqiqa kutamiz. Inyeksiyadan keyin bola muolajani sezmaydi, xudo xolasa, o'yin esa davom etadi va xatna yaxshi o'tadi. Молодец. Bo'ldi. Bularga endi tursasini kiyamiz. Qo'lingni qilib qo'y. Bunday qilib qo'y. Zo'r qilib qo'y. Молодец. Salomat bo'linglar. Keyingilarni chaqaloqlikda olib kelinglar. Mana shu 7 kunlik, 1 oylikda ularga 50% chegirma qilib qo'yibmiz. Xayr. Polvon. Jigit bo'ldi bular. Xayr. Rahmat. Salomat bo'linglar. Xo'p.